Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Razval balansировка necha ming kilometrda ko'rish kerak, balonlarni necha ming kilometrda oldin orqaga almashtirish kerak. Bu ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Chery Arizo 6 Pro avtomobilini doimiy mijozimiz bizga ko'rik uchun olib kelgan. Shikoyatlari mashina 100 tezlikdan oshganda rollari qaltirab, bir tomonga tortib ketayotgan ekan. Biz bu kamchiliklarni bartaraf qilib, mashinani chiroyli yuradigan holatga keltirdik. Endi ko'pchilikda savol tug'ilyapti. Razval balansировкani necha ming kilometrda ko'rsatish kerak? Razval balansировка 8000 kilometrda ko'rsatib, balonlarni oldin orqaga X holatida almashtirish maslahati beriladi. Uzog'i bilan 10000 kilometrdan oshmasligi shart. Shunaqa gaplar do'stlar, bizni kuzatishda davom etsangiz, keyingi videolarimiz davomida razval balansировка qaysi holatda buzilib ketishi va buni qanday aniqlash mumkinligi haqida ma'lumot beramiz. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Rahmat.